Xayrli kech hammaga qizlar, kuninglar yaxshi o'tdimi? Yozda ayni jazirama issiq kunlarida yuzimizga har xil dog'lar tushib ketadi. Mana shu dog'lar chuqurlashib ketmasligi uchun men bugun o'zimga maska tayyorlayotgandim. Shuni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bizga kerak bo'ladi 2 dona bodring. Postni artmaymiz. Kartoshka tozalab olamiz va piyoz kerak bo'ladi. Ozgina piyoz. Agar banan bo'lsa banan solinglar, banan bo'lmasa shart emas. Menda banan bor edi. Bananni yarimtasini po'stlog'ini artib tashlab, hozir men bularni blenderdan chiqarib, qaytib kelib, keyin o'rgataman yana dash. Mana qizlar, blenderda maydalab oldim. Shunaqa ko'rinishda, mana juda ham ko'p. Bundan har xil maska qilsa bo'ladi. Har safar xolodilnikda saqlash mumkin. Og'zi yopiladigan idishga solib, men hozir o'zimga kerakligini olaman. Katta qoshiqda mana 2 ta qoshiq solib oldim. Bu ham menga ancha ketadi 3-4 martaga. Bunga tuxumni sarig'ini solaman. Agar asalga allergiyalar bo'lmasa, asaldan foydalaninglar. Asal juda ham yaxshi ko'zani. 6 xil bug'doy unidan tayyorlangan ovsyanka bu. Kukuruzli kraxmaldan foydalansanglar ham bo'ladi yoki bo'lmasa kartofelli kraxmaldan